2026 Audi R8 Git. Bu Audi'ning sport avtomobillari tarixidagi eng eksklyuziv va texnologik jihatdan mukammal modellardan biri sifatida taqdim etilmoqda. Ushbu yangi avlod R8 Git nafaqat afsonaviy dizaynni davom ettiradi, balki zamonaviy muhandislik va yuqori unumdorlikni yangi darajaga olib chiqadi. Mashina haqiqiy superkar muxlislari uchun yaratilgan bo'lib, har bir detali tezlik, aerodinamika va hashamat uyg'unligiga xizmat qiladi. Tashqi ko'rinishda 2026 Audi R8 Git yanada agressiv va sport ruhida bezatilgan. Old bamper kengroq havo olish panjaralari va o'tkir chiziqlar bilan jihozlangan bo'lib, bu nafaqat vizual jozibadorlikni, balki sovutish tizimining samaradorligini ham oshiradi. LED matrix faralar va lazerli kunduzgi chiroqlar avtomobilga futuristik qiyofa beradi. Yon tomonda karbon tolali aerodinamik qoplamalar, kengaytirilgan arka va maxsus 20 dyumli yengil qotishmali disklar joylashtirilgan. Orqa qismda esa katta diffuzor, sport chiqindi quvurlari va faol spoiler yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlaydi. Salon ichki qismi sport va premium uslubning mukammal uyg'unligidir. R8 Gitning ichki qismi Alcantara, haqiqiy charm va karbon panellar bilan bezatilgan. Sport o'rindiqlar tanani mukammal qo'llab-quvvatlaydi va uzoq masofalarda ham qulaylik yaratadi. Raqamli virtual kokpit tizimi haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va real vaqt rejimida ko'rsatadi. Markaziy multimedia ekrani zamonaviy interfeys, Apple CarPlay va Android Auto bilan jihozlangan. BO Premium audio tizimi esa musiqani kristal tozaligida eshittiradi. Texnik ko'rsatkichlarga keladigan bo'lsak, 2026 Audi R8 Git yuragida kuchli va 10 atmosferali dvigatel yoki yangilangan gibrid tizimga ega bo'lishi kutilmoqda. Ushbu dvigatel 600 ot kuchidan oshiq quvvat ishlab chiqarib, oxdan 100 km/soatgacha atigi 3 soniyadan kam vaqt ichida tezlashadi. Maksimal tezligi 330 km/soat atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Quattro to'liq yurituv tizimi esa har qanday yo'l sharoitida mukammal tortishni ta'minlab, burilishlarda yuqori aniqlikni saqlab qoladi. 2026 R8 Git shuningdek, yengil konstruksiya bilan ajralib turadi. Karbon tolali kuzov va alyuminiy shassi umumiy vaznni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa yoqilg'i samaradorligi va boshqaruvni yanada yaxshilaydi. Moslashuvchan sport osma tizimi yo'l holatiga qarab avtomatik sozlanadi va haydovchiga kerakli darajada komfort yoki sport rejimini taqdim etadi. Xavfsizlik masalasida ham Audi an'analariga sodiq qolgan. Avtomobil adaptiv cruise nazorat, favqulodda tormoz tizimi, yo'lni ushlab turish yordamchisi, kor nuqta monitoringi va 360 darajali kamera tizimi bilan jihozlangan. Bu funksiyalar nafaqat sport haydashda, balki kundalik foydalanishda ham xavfsizlikni maksimal darajada ta'minlaydi. 2026 Audi R8 Git faqat tezlik emas, balki haydovchilik zavqini ham taqdim etadi. Sport rejimlarining bir nechta varianti mavjud bo'lib, ular dvigatel javobi, rul boshqaruvi va osma tizimini haydovchining istagiga moslab beradi. Shovqin chiqarish tizimi esa sport rejimida chuqur va agressiv tovush bilan haqiqiy poyga muhitini yaratadi. Ushbu model cheklangan miqdorda ishlab chiqarilishi kutilmoqda. Bu esa uni yanada noyob va kolleksion avtomobilga aylantiradi. R8 Git nafaqat yo'lda tezkor harakat, balki brend prestiji va yuqori darajadagi dizayn ramzi hisoblanadi. Audi muhandislari bu model orqali sport avtomobillar olamida yangi standartlarni belgilashga intilmoqda. Xulosa qilib aytganda, 2026 Audi R8 Git bu kuch, texnologiya va hashamatning mukammal uyg'unligi bo'lib, u superkar segmentida o'ziga xos o'rin egallaydi. Agar siz tezlikni, yuqori sifatni va haqiqiy sport ruhi bilan to'la haydovchilik tajribasini izlayotgan bo'lsangiz, yangi Audi R8 Git siz uchun ideal tanlov bo'lishi shubhasiz. Bu avtomobil nafaqat ko'rish uchun, balki his qilish va boshqarish uchun yaratilgan haqiqiy san'at asaridir.